Barchangizga assalomu alaykum. Jasurbek Jo'rayev kanalining obunachilari va bizni kuzatib turgan tomoshabinlar. Akalar, ushbu dasturimizni boshdan oxirigacha tomosha qiling. Biz ushbu dasturimizda arzon texnikalar va har xil turdagi texnikalarni obzor qilib o'tamiz. Agarda sizlarda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, marhamat reklama xizmati deb qo'yilgan raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qilsangiz, biz bilan bog'lanib o'z texnikangizni tezroq reklama qilib sotishingiz mumkin. Videomizda esa qo'llab-quvvatlash sifatida bir dona like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va albatta kommentariyada hoziroq o'zingizga kerakli bo'lgan texnikaning nomini yozib qoldiring. Men esa ushbu dasturimni boshladim. Akalar, sizlarga arzon texnika kerakmi? Mana shu ekranda ko'rib turgan Belarus MTZ 80 traktorimiz juda ham arzon narxga sotilyapti akalar. Ushbu texnikamizning holati juda ham a'lo darajada, hech qanday kamchilik va rasxotli joylari yo'q. Ushbu texnikamizning to'liq videosini ko'rishingiz mumkin. Traktorni faqatgina haydash kerak. Qolgan hamma joylarini akamiz o'zlari soz qilib, bayvoy qilib qo'yganlar akalar. Texnikamizni olasiz va haydaysiz. Orqasiga esa qo'shimcha holatda gredel bor, narxi 45 million so'm. Yana kelishadigan joyi bor. Manzil Andijonda. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa T25 traktorimiz sotiladi akalar. Ushbu texnikamizning holati yaxshi holatda deyishmoqda. Ishga tayyor holatda, aybi yo'q, komplektida pritsebi bor deb aytib o'tishmoqdalar. Yaxshi holatda turibdi. Narxini esa yana kelishamiz deyishmoqdalar. Ushbu texnikamizning narxi esa 45 million so'm. Aytib o'tganimda yana kelishadigan joyi bor. Qolgan ma'lumotlar uchun akamizga bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz akalar, kommentariyada Telegram kanalimizning silkasini qoldirganmiz. Ustiga bosib Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ysangiz, u yerda bundan ham zo'r texnikalarni obzor qilib boramiz. U yerda ham texnikalarni bemalol tomosha qilib borishingiz mumkin. Keyin sotiladigan texnikamiz ham Belarus MTZ 80 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamizning holati yaxshi holatda yurib turibdi, ishga tayyor holatda deyishmoqda. Ushbu traktorimizning narxi esa 50 million so'm. Yana kelishadigan joyi bor. Traktorimiz Xorazm viloyatida, bemalol borib ko'rib, haydab ko'rib olishingiz mumkin. Qolgan ma'lumotlar ham sizlarga qiziq bo'lsa, marhamat akamiz raqamlari ekranda. Qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumotlarni ham bilib oling. Akalar, qilayotgan mehnatimizni baholash sifatida esa videomizga bir dona like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va albatta kommentariyada o'zingizga kerakli bo'lgan texnikaning nomini yozib qoldiring. Keyin sotiladigan texnikamiz esa ushbu ekranda ko'rib turgan T28 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamiz Samarqand viloyatining Ishtixon tumanida ekan. Texnikamiz 1988-yilda ishlab chiqarilgan. Motorda ishi bor deb aytib o'tishmoqdalar. Sirkulyatsiyasini ham to'g'irlash kerak ekan. Ushbu texnikamizga esa 10 million so'm so'rashmoqda. Manzil Samarqandda. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa, akamizga qo'ng'iroq qilsangiz, o'zlari qolgan ma'lumotlarni ham tushuntirib beradilar. Eslatib o'tamiz, sizlarda ham sotiladigan texnika bo'lsa, sotolmay yurgan bo'lsangiz, videoni boshiga o'tsangiz, reklama xizmati deb raqamlarimiz qoldirganmiz. Hoziroq bizga aloqaga chiqing, biz sizning texnikangizni tezroq sotishda yordam beramiz akalar. Keyin sotiladigan texnikamiz Belarus MTZ 80 traktorimiz plug chizili bilan komplekt holatda sotiladi. Ushbu texnikamiz ishga tayyor holatda. Plugi chizili ham zo'r holatda turibdi, kultivator ham bor ekan. Ushbu texnikamizning narxlarini kelishtirib beraman deyishmoqda. Texnikamiz generalniy remontdan chiqqan, narxi 45 million so'm, manzil Samarqandda. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa ushbu ekranda ko'rib turgan agregatimiz akalar srochni sotiladi. Ushbu texnikamizning hamma so'z holatda, hamma narsasi bor deb aytib o'tishmoqdalar. Shu turish sotiladi. Ushbu texnikamizga 12 million so'm so'rashmoqda. Yana o'zmoz kelishadigan joyi bor ekan. Ushbu texnikamiz Samarqand viloyatida. Texnikamiz agarda sizlarni qiziqtirgan bo'lsa, akamiz raqamlarini ekranda qoldirganman. Bemalol qo'ng'iroq qilib, qolgan ma'lumotlarni ham batafsilroq bilib olishingiz mumkin. Buning uchun akamizga qo'ng'iroq qiling. Akalar, qilayotgan mehnatimizni baholash sifatida esa bir dona like tugmasini ayamang akalar. Like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va albatta ertangi dasturlarimiz ham bundan ham zo'r texnikalarni chiqarishga harakat qilamiz. Jasurbek Jo'rayev sizlar uchun xizmat qilishdan to'xtamaydi akalar. Keyin sotiladigan texnikamiz T28 traktorimiz samon maydalagich va teleskasi bilan birga komplekt holatda sotiladi akalar. Ushbu texnikalarimizning holati yaxshi holatda deb aytib o'tishmoqdalar. Ishchi holatda, tayyor sezonga ayni muddao deb aytib o'tishmoqdalar. Texnikalarimizning komplekt narxi esa 50 million so'm ekan. Qolgan ma'lumotlarni akamizga qo'ng'iroq qilib bilib olasiz. Manzil Samarqandda. Texnikamizga qiziqqanlar bo'lsa, marhamat. Yana bir Belarus MTZ 80 traktorimiz sotiladi akalar. Bizda ushbu texnikamizning holati zo'r holatda. Ishga tayyor holatda, zadnimos motor korobkalari ideal darajada, qo'shimcha pritsebi bor ekan. Srochna pul zarurligi uchun sotilmoqda. Texnikamizning hamma dokumentlari joyida, bemalol o'zingizga afarmet qilib olsangiz bo'ladi akalar. Texnikamizning narxi esa 60 million so'm. Yana kelishadigan joyi bor. Ushbu texnikamiz Toshkentda. Marhamat akamizga qo'ng'iroq qiling, batafsil ma'lumotlarni ham bilib oling.
Keyingi sotiladigan texnikamiz ham mana shu ekranda ko'rib turgan Belarus MTZ 80 traktorimiz sotiladi akalar. Ushbu texnikamizning holati so'z holatda. Manzil Xorazm viloyati Xiva tumanida ekan. Marhamat, ushbu texnikamizga 40 million so'm so'rashmoqda. Agarda sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, yana o'z-moz kelishadigan joyi bor akalar. Ushbu texnikamizning qolgan ma'lumotlarni bilish uchun bemalol akamizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, sizlarda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, videoni boshiga o'tsangiz reklama xizmati deb o'zimiz raqamlarimiz qoldirganmiz. Biz bilan bog'lansangiz o'z texnikangizni YouTube va boshqa tarmoqlarda tezroq reklama qilib sotishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz akalar, agarda sizlarga pritseplar kerak bo'lsa, marhamat mana shu akamizga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Ushbu pritseplarimizning hammasi holati yaxshi holatda. Texnikamizning ramalari, butun setkalari ham yangi qo'yilgan. Xullas, ishlatadigan darajada turibdi, faqatgina ishlatish kerak, sostenasi udar darajada. Narxi esa har biri 13 million so'mdan deyishmoqda. Qolgan ma'lumotlarni akamizga qo'ng'iroq qilsangiz, o'zlari batafsil ma'lumot berishadi. Manzil Toshkentda. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz ham mana shu ekranda ko'rib turgan Belarus MTZ 80 traktorimiz sotiladi akalar. Ushbu texnikamiz ishga tayyor holatda deyishmoqda. Bez xarajat, hech qanaqa rasxodli joylari yo'q. Hamma yerdan akamiz o'zlari remontdan chiqib qo'yganlar. Remont qilib, so'z qilib, faqatgina olasiz akalar, haydaysiz. Ushbu texnikamizga esa 65 million so'm so'rashmoqda. Manzil Qashqadaryoda. Akamiz yilini qoldirmaganlar akalar, bemalol o'zlariga qo'ng'iroq qilib so'ravering akalar. Yilini, qayerda nimasi bor, hammasini o'zlaridan bilib olishingiz mumkin. Qiziqqan tomoshabinlarimiz bo'lsa marhamat. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa mana shu ekranda ko'rib turgan mini traktorimiz sotiladi akalar. Ushbu texnikamiz faqatgina turgan, umuman ishlatilmagan deyishmoqda. Ushbu traktorimiz benzinda chotki ishlaykan, bittada o't oladi. Texnikamizni bemalol 1 tonnalik narsasiga qarab tortadi ekan. Ushbu texnikamiz chelishkasi ham bor ekan, narxi 17 million so'm, manzil Samarqandda. Akalar, iltimos ushbu texnikamizni agarda oladigan bo'lsangiz, oladigan maqsadingiz bo'lsa, akamizga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa akalar mana shu ekranda ko'rib turgan traktorimiz sotuvga qo'yilgan. Ushbu texnikamizning holati yangidek turibdi deyishmoqda. Texnikamizni hech qanday rasxodli, xarajatli joylari yo'q. Bemalol olib ishlatishingiz mumkin. Ushbu texnikamiz komfortli traktor hisoblanadi. Qo'shimchasiga esa agregatlari ham bor ekan. Ushbu texnikamizning narxi 170 million so'm, yana kelishadigan joyi bor. Ushbu texnikamiz Andijonda turibdi. Bemalol borib ko'rib, haydab ko'rib olishingiz mumkin. Texnikamizning kamchiligi yo'q. Ballonlari ham zo'r holatda, mana shu ko'rib turganingizdek hamma ideal. Faqatgina haydash kerak. Texnikamiz ma'qul kelsa marhamat. Va nihoyatda akalar, so'nggi chiqaradigan texnikamiz ushbu ekranda ko'rib turgan T28 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamizning holati zo'r holatda deyishmoqda. Ishlab turgan texnika traktorga tegishli boshqa zapchaslari ham bor ekan. Narxini esa 40 million so'm so'rashmoqda, dollarda esa 3300 dollar. Zapchaslari alohida sotiladi. Texnikamizning manzili esa Toshkentda. Qiziqqan tomoshabinlarimiz bo'lsa, hoziroq akamizga qo'ng'iroq qiling. Ismlari Baxtiyor aka ekan, marhamat aloqaga chiqing. Bemalol qolgan ma'lumotlarni ham bilib oling akalar. Biz esa ushbu dasturimizni yakunlaymiz. Ertangi dasturlarimizga qadar xayrlashamiz. Barchangizga kuzatganingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.